Assalomu alaykum tovuq ishqibozlari va obunachilarim. Hammalaringizni sog'liqlaringiz yaxshimi? Tovuqlaringizni tug'ish soni ko'payaptimi? Tovuqlaringizni bari sog'lom turib ko'rishga tayyormi? Mana shu kecha kunduzda kun issiq bo'lgan paytlari tovuqlaringizni 1 dan 2 gacha ya 12 dan 2 gacha hovlingizda bedalar, orpa, ko'katlar bo'lsa, bir chiqarsangiz, ular ko'katlardan o'zi yeb bir aynalsa, ob-havoni issiq paytida. Hovlingizda molingiz bo'lsa, porlarni titib, bir tanasi quyoshdan, nurdan foydalanib kattak aylansa, bu tovuqlarni tuxum qilishi va kurk bo'lishi uchun foydali. Obuna bo'ling, like bosing, fikr qoldiring.